Akalar 5 kunda uyda holat qay holatga keldi, ko'ramiz. Xo'p, 4 kun bo'lganda o'zi chap tarafni tugatishdi. E'tibor berasizlar. Lak qoldi xolos, hozir buni ikkisini lak beramiz. Xo'p, buni pasi bor. Pasini katel qilinadi pasi. E'tibor berasizlar. Chekkalarini polni g'isht chizilgan, o'rtasi shunday qolgan. Xo'p, aynada oldiga xuddi shunday fasonda traventin qilib qo'yildi. Xo'p, kecha polni bu tarafga ham g'ishtni chizib chiqishdi. Kecha bo'lib qolgani sababli mana shu bir qolib ketdi. Endi bugun pasti traventinni qilib yuborishadi ustalar. 2 kishi ishlayapti. Agar kimga xuddi shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kommentariylarga nomerni yozib qo'ysalaring, nomerlarini tashlab beraman. Polni hamma ish qilishadi, pastlarni ham kafellarni bosib berishadi o'zlari. Manet o'ylantiryapti. E'tibor beringlar, duvoldan chiqqan. Endi xuddi shunday bo'lib, kafel bo'rtib chiqadi tashqariga. Lekin bu bo'layotgan fason menga o'ta yoqyapti. Ham g'isht fason, ham o'rtasi high-tech uslubida minimalistik deydimi? Xuddi shunaqa bo'lib bo'lyapti. G'ishtning tagi xuddi shunaqa rangda bo'lyapti. Hali bitgandan keyingi videolarni albatta qo'yamiz. Iloji boricha kunma-kun videolarni qo'yishga harakat qilyapman do'stlar. Do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Polni bitgan holatida videolarni albatta chiqarib beramiz. Hozir bu lakdan oldingi holati. Sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Quvvali bola, sog' salomat bo'linglar. Kunlaring xayrli, barokatli, eng asosiysi foydali bo'lsin. Charchamanglar.